testosteron rezki nolga tushadi. Ayollarnikiga o'xshab gormonal yama yuzaga. Yana menga juda qiziq savol, chunki shuncha bilim yo'q shu savolga. Ayollar va erkaklar qanaqa farqi bor o'sha gormonal sistemasida? Ayollar bilan erkaklarning gormonal fonida eng katta farqi, da testosteron, estradiol mayli u narsa, lekin bizda erkaklarda yosh o'tgan sari, ya'ni o'sha asosiy erkaklik gormon testosteronimiz yosh o'tgan sari sekinlik bilan rovni tushib keladi, rovni. То есть 50, 60, 70, 80 tushadi. Lekin hech qachon nolga tushmaydi, hech qachon. Ayollarda esa naborot 40 yoshdan keyin plus minus o'sha ularda menopauza boshlanadi, ularda ayollik gormon, ya'ni estrogen gormonlari rezki tushadi. Rezki gormonal yamaga tushadi. O'shaning uchun biz kurs qilganimizda o'g'il bolalar kursni to'xtatdik, PKT qilmaymiz misol uchun, sportchi bolalar ko'p PKT qilmayapti. Kurs qildi, PKT qilmadi, testosteron osmonda edi. PKT kursni to'xtatdi, rezki tushadi. Testosteron rezki nolga tushadi. Xuddi ayollarnikiga o'xshab gormonal yama yuzaga keladi. Tabiatdan bizga gormonal yama yo'q, berilmagan. Kursdan keyin biz o'zimiz o'sha holatni yaratib qo'yamiz. Shuning uchun kurs qilindimi, zadachaga qarab kursdan keyin rezki PKT qilish kerak, чтобы gormonal yamaga tushmasligi uchun. Shuning uchun klimaksga yaqin anu paytga shuning uchun gormonal ayollarda bor u narsa, bizda bu narsa yo'q, bo'lmasligi kerak u narsa bizda. Shuning uchun biz ayollar, ayol biz erkakmiz. Ayollarni ancha hurmat qilamiz.